Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali obunachilari. Mana yana bir yangi obyektimizga keldik. Bundan ro'pararosa 2-3 oy oldin mana shu betonlarni quyib ketgan edik, video qilib chiqargan edik, ko'rgan bo'lsangizlar. Ishlarimizni tugatib mana blok jarayonlariga yetib keldik. Vaqt soati kelgan ekan bugun. Noldan boshlab mana zilkalarni olib, arqa tomonda 5 sm qoldirib, nolga chiqarib terishni boshladik. Xudo xolasa mehmonxonani ana sariq metr turgan joydan 1 metr olib, eshikni o'rnatib qoldiramiz. Ikki to'g'ridan yoqdan deraza tushadi bir-biriga. Skvoznoy bo'lib. Bu mehmonxonamiz. 7 ga 3.60 mi shunday bo'lgan ichi. Kichkina spalniy kuxni mana bu yoqqa joylashadi. Ana katta xona bo'ladi. Daraza xonamizni ham tushirib aytib o'tgan edik oldingi videolarimizda. Kimni qiziqtirgan savollar bo'lsa kommentlarga yozib qoldiringlar. Bizni kuzatishda davom eting. Yangi videolar chiqarib boramiz. Usta bo'la. Nech pulda teryapsizlar blokni? Narxi qancha bo'lyapti hozir 2025-yil? Hozirgi jarayonda. Hozirgi jarayon 2000 so'mdan teryapmiz. 2000 so'mdan bosishyapti blokni donasini. Sotib olinishichi? Sotib olishi 3100 dan. 3100 so'mdan kelib tushyapti. Tak, bitta blogimiz hozir 5100 so'mga aylanyapti bir donasi. Hozirgi vaqtda, hozirgi davr talabi bu tumba. Hamma tumbaga o'tgan. Hozir loyg'ish, mayda pishig'ishchalar uncha ko'p terilmayapti. Ayniqsa Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani bo'yicha. Kimni taklif savollari bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bloyimizni beblok qo'yganimiz qimirlamaslik uchun. Hozir blok loy qo'yib turib tersak, qimirlab ham qotadi. Mana bu klyanka tezlikka tortmaydi bu. Qotish qiyinlashadi, shuning uchun birinchi qatorda berastovor teriladi. Keyingilardan rastovor qo'yib ketamiz. Xudo xolasa inshaalloh hammasi chiroyli va yaxshi bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Yangi videolar chiqarib boramiz. Hayot sog' salomat bo'ling. Musofirda yurgan aka-ukalarimizga ishlariga oz omad tilaymiz. Oila bag'rlariga eson-omon qaytsin.